Assalomu alaykum. Shu kuzatuvchilar Abror Muxtor Ali. Men hayron qolaman. Biz shamolga tupursang, tupugingni shamol yuzingga soladi. Biz shamolmiz debdilar. U gap kimga taalluqli bilmayman. Просто men internetda ko'rib, shuni eshitib turib o'zim bir haligi nima deydi, ta'sirlanib videoni joylayapman. Shamol. Siz qanaqa shamolsiz? O'zbekistonda Shabada ham esomiydi. Siz shuni nahotki bilmasangiz? Shamolmi? Sizga o'xshagan shamollar ancha shamollab olishadi. Siz o'sha Dayus degan u Guli Ra'no Qosimovani ishi bo'yicha u hamma aybdorlar isbotlanib, topilib, jazosini olib bo'lyapti-da. Men u Guli Ra'no Qosimova menga hech kim emas. Men uni tanimayman ham, bilmayman ham. Sizni gapingizdan kelib chiqib, men bir narsani aytmoqchiman-da. Muxtor Alimi kim? Abror Muxtor Ali, ha? Bir narsani tushuning-da siz, qo'raka. Dayus degani misol bir erkak kishimi, yigit kishi mahramida o'zini ayoli bo'ladi, singlisi bo'ladi, opasi bo'ladi. Shular nima deydi, fohishalik qilayotgan bo'lsa, shunaqa qilayotgan ishlarini bila turib ularga qarshi chiqmasa, u dayus deb hisoblanadi-da. O'zini mahramidagi ayollarga. Endi qarab turing. Bu Guli Ra'no Qosimovani anaqa oppoq qilib ko'rsatganlar mening uchun dayus deyapsiz-da. U qanaqa bo'ladi? U blogerlarga u Guli Ra'no Qosimova hech kim bo'lmaydi-yu. Hech kim bo'lmasa ham u Guli Ra'no Qosimova na singlisi, na opasi yoki turmush o'rtog'i bo'lmasa ham blogerlar dayus bo'ladi. Unda biz O'zbekiston fuqarosi bo'lsak, O'zbekistonning ponni o'sha fohishalari haligi ko'rsatilyapti 25-soatda boshqada. O'sha fohishalari uchun biz ham dayus bo'lib qolamizmi shunda? Siz ham dayus bo'lasiz, men ham dayus bo'lib qolaman-da. Bu unday bo'lmaydi. Dayus nimaligini oldin bilib oling. Qoraga. Keyin u dayuslik bo'yicha sen dayussan deb bir inson ikkinchi insonga aytolmaydi. Uni dayusligini Alloh tomonidan qiyomatda tasdiqlanib jazosini oladi u. Bu dunyoda dayuslik uchun qonun ham yo'q, yo boshqa ham yo'q, birov aytishga haqqi ham yo'q. Qoraka bo'lib turib shu narsalarga aqlingiz yetmaydimi, qoraka? Endi tushuning-da, odamni kulgisi keladi-da. Yana men shamolman, menga tupurganini men yuziga tupugini solaman. Juda qiziq odamsiz. Undan ko'ra siz bunday deb ayting. To'y, bazmi jamshidlarga borganimda, ma'ruza qilganimda xalq menga stepkamga ozroq pul beryapti. Shuning uchun men o'zimni tanitishim uchun internetda men yaxshi gap gapirsam, xalq ko'nglidan joy olsam, o'sha misol uchun $500 berayotgan bo'lsa, $1000 berar, $1000 berayotgan bo'lsa, $1,500 berar. Stepkamni oshirayin deb shunga yordam qiling deyapti. Xalqdan so'rang, sizga yordam qilishadi. Men o'zi asli din to'g'risida, boshqa to'g'risida meni ma'lumotim yo'q umuman. Hech qanaqangi ma'lumotga ega odam emasman. Prosta misol masjidlarda, qayerlardadir to'ylarda, ma'ruzalarda eshitib qolamiz shunaqa gaplarni. Shu kerakli xulosani chiqarib olamiz. Shundan kelib chiqib sizga aytyapman bu gaplarni. Sizga yaxshi emas u. Kimnidir ayblash,
kimnidir oq deyish, kimnidir qora deyish. Qonun himoyachilari aybdor odamni topib, jazosini berishadi. Aybi bo'lsa, aybi bo'lmasa jazo berisholmaydi. Siz u yoqda turib olib, telefonda u yaxshi ish emas.